Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ho'p, bugungi mavzumiz demak chiziq tenglama sistemasini Kramer va Gauss usuli bilan yechish amaliy mashg'ulot. Demak, bitta misol oldik, tenglamalar sistemasi. Bu tenglamalar sistemasini birinchi Kramer usulida ishlab ko'ramiz. Demak, Kramer qoidasi yordamida. Kramer qoidasi yordamida qanday qilamiz? Birinchi asosiy matrisaning determinantini yozib olamiz. X birlar oldida koeffitsiyentlar 1, 2, 3. X ikkilar oldida 1, -1, 2. X uchlar oldida -3, 1 va -4. Demak, endi uh, AX1 matrisasini yozib olamiz. X1 ni oldidagi koeffitsiyentlar o'rniga ozod xatlar ishlatiladi. Ya'ni -1, 2, 1. Qolgani o'zgarmaydi. 1, -1, 2, -3, 1, -4. AX2. X2 ni o'rniga ozod xat keladi. 1, 2, 3. Ozod xat -1, 2, 1 va -3, 1, -4. AX3. X3 ni o'rniga ozod xat keladi. Demak, 1, 2, 3, 1, -1, 2, ozod xat -1, 2, 1. Va endi bu to'rtta matrisani determinantini hisoblab chiqamiz. A matrisani determinanti demak. Birinchisiniki 1, 1, -3, 2, -1, 1, 3, 2, -4. Oldingi darsda Saris usulini o'rgandik. Man birdaniga hisoblab ketaveraman. Bu determinantni hisoblashni o'rgandingizlar deb o'ylayman. Demak, 4 minusda 12 plyusda 3 minus 9 2 plus 8. Hisoblaydigan bo'lsak, 4 ga 3 qo'shsak 7, 7 ga 8 qo'shsak 15. 12 minus 21 minusda 23. Ayirsak minusda 8 bo'larkan. AX1 -1, 1, -3, 2, -1, 1, 1, 2, -4. Hisoblasak -4, 4 minus 12, plyusda 1, minusda 3, plyusda 2, plyusda 8. Bo'ldi 11 ayru 16, 19 minus 8 chiqarkan. Delta AX2. Delta x2 niki 1 minus 1 minus 3, 2, 2, 1, 3, 1, minus 4. Hisoblasak minus 8, minusda 6, minusda 3, plyusda 9, 18, minus 1, minusda 8. Hop, 18 ayru 16, 22, 25, 26 bir bilan. Shunda bo'ladi -8. Demak, endi AX3 ni hisoblasak. 1, 1, -1, 2, -1, 2, 3, 2, 1. Hisoblasak -1, -4, plyusda 6, minusda 3, -4, -2. 6
Demak, mana bu ikkalasi 8, 10, 13, 14 -8 chiqargan. Ana endi x1 ni topishimiz uchun biz delta ax1 ni ax1 ni determinantini ax ga bo'lamiz. Ya'ni -8 ni -8 ga bo'lsak 1 chiqadi. Xuddi shunday x2 ni topadigan bo'lsak ax2 ni ax ga bo'lsak -8 ni -8 ga bo'lsak 1 chiqadi. X3 ham xuddi shunday 1 chiqarkan javob 1, 1, 1dan iborat. Demak, bu Kramer qoidasi yordamida yechish usuli edi. Endi Gauss usulida ishlab ko'ramiz shu misolni. Gauss usuli bilan ishlab ko'ramiz. Gauss usulida qanday ishlanadi? Demak, asosiy matrica va kengaytirilgan matritsani yozib olamiz. 1, 2, 3, 1 -1, 2, -3, 1, -4, -1, 2, 1. Birin-ketin yo'qotish usuli deb aytiladi degandek, -2ga ko'paytirib bunga qo'shamiz, -3ga ko'paytirib bunga qo'shamiz. Ya'ni birinchi birni tagidagi 1 bilan 2 bilan 3 ni yo'qotib olish uchun. Birinchi satrdagi ifodalarni o'zi turadi. 0 bo'ladi. Birni -2ga ko'paytirib 2 ni qo'shsak. Birni -2ga ko'paysak -2, -1ni qo'shsak -3 bo'ladi. -3ni -2ga ko'paysak 6, 6ga 1ni qo'shsak 7. -1ni -2ga ko'paysak 2, 2, 2ni qo'shsak 4. -3ni 1ga ko'paysak -3, 3ga qo'shsak 0. -3ga 2ni qo'shadigan bo'lsak minusda 1. -3, -3 9, 9dan 4 ayirsak 5. Demak 3, 3ga 1ni qo'shsak 4. Ana endi buni 3ga ko'paytirib, -3ga ko'paytirib bunisiga qo'shib oladigan bo'lsak, nima ifoda hosil bo'ladi? 1, 1, -3, -1, 0, -1, 5, 4, 0 bo'ladi. Demak, minus plus 3 bo'ldi. 3ni -3ga qo'shsak 0. -15, 15ga -7ni 7ni qo'shsak -8. -12, -8 bo'ladi. Ana endi mana bu ifodani qaraydigan bo'lsak, bizda -8 x3 barobar -8 x3 barobar 1 ekanligi kelib chiqadi. -8 8ga bo'lsa. Buni ifodadan -x2 bo'ldi. x1 ni oldida 0. 5x3 barobar 4 degani x3 ni o'rniga 1 ni olib kelib qo'yadigan bo'lsak, -1 x2 misol 1 kelib chiqarkan. Ana endi birinchi ifodada x1 x2 -3 x3 barobar 1 degan -1 degan tenglikimiz bor edi. x2 ni o'rniga 1 qo'yaman, x3 ni o'rniga ham 1 qo'ysak, x1 plus 1 -3 barobar -1. x1 -1 plus 2 bo'ldi. x1imiz ham 1 ekanligi kelib chiqadi. Demak, tenglamalar sistemasi haqidagi ma'lumotlar shundan iborat. Shu ikkita usulda ishlashni o'rgansangizlar bo'ldi. Hammaga rahmat. Darsimizni tugatamiz.